Juda ham qiyin o'tgan kichkina Madrid derbisida Real Madridda qo'li ustun keldi. To'g'ri, ikkita qizil kartochka ancha yordam berdi Real Madridga, lekin bu ikkita qizil kartochkani olishiga Getafe futbolchisini o'zi aybdor, ikkalasi ham. Umuman temayotgan, sanga qo'lini uchini ko'tarmayotgan, jim ketayotgan futbolchini yugurib borib qo'ling bilan urib to'xtatish bu haqiqiy qizil kartochka. O'zingda sariq kartochka ham bo'lib turib, shu narsani bilib turib, yana borib oyog'iga tepish bu ikkinchi sariq kartochka va qizil kartochkaga olib boradi. Shuning uchun kut qisib o'ynash kerak futbolda har doim. Xo'p, Real Madrid jamoamizni derbida juda ham qiyinchilik bilan g'alabani qo'lga kiritdi. Kecha Barselona ham xuddi shunaqa Kataloniya derbisida Gironaga qarshi oxirida g'alabani ilib ketgandi. Real Madrid ham 1-0 hisobida Getafeni mag'lubiyatga uchratdi va turnir jadvalida birinchi o'ringa yana chiqib oldi. El Clasicoga Real Madrid La Liga turnir jadvalida birinchi o'rinda yetib boradi Santiago Bernabeuga.